2025 o'zgarish beksa cho'ng, beksa cho'ng. Shu jubo qilayotganlar bir raqamni qilishni o'ylashayotganlar ikki raqam yo'lab qo'yganlar. Endi kasrayni men oldingi yili 10-oyning oxirida kelgan darsda men u chaqda yuvdigandik darsni. Ammo u tunji qatim bu o'rganishga kelganni chiqarishim mashpinda. Bundan burunmi chiqamagan. Chiqarishni o'ylashgan, lekin chiqamagan. Nurg'ulg'anlar so'ragan, siz o'rganishga bormamsiz, boshqalar hammamiz berib o'rganishga bordik, maya deganda deb chiqardi ekan dedi. Men chiqamagan. Endi maqatim mashpinni mana bir pension qilib qo'yay. Oldingi yil 10-oy bilan hozirgi 2025 hisobda oraliqda 4 oy, 5 oy farqlar bek cho'ng o'zgarish. Yan qanday degan vaqtda hozir Majibojanda adam yo'q, adam bo'lsin so'di yo'q. Uning keyindan burunqi iqlim berish logikasi bilan hozirgi iqlim berish logikasi tupda o'xshamaydi ekan. Bütün o'zgarib ketibdi. Uning keyindan ilqi nima deymiz? Azam mahsulotlarni setib, qimmat mahsulotlarni satamayotganning sabablaridan tortib, hammamiz qanday degan vaqtda o'zgaribdi ko'pchilik. Bu 4 oy jarayonida nurg'ulg'a o'zgarish bo'ldi. Men har yil 2 qatimda ortiq borman, masalan, majilma hamda 3-oyda keldik hamda yani 6-7 oylarda yana bir maydon kelima demak qanday degan vaqtda Jiboniki burunga o'xshamaydi. Hozir ekran oldiga chiqib so'zlab qo'yganlar bo'lmaydi ko'pchilik. Hozir Jibo qilmoqchi bo'lganlar ikki raqam yo'llab meni guanjo qilib qo'ygan. Men bundan keyin qanday degan vaqtda yangi bo'lgan bilimlarni texmo fenshan qilib qo'yma. Uning keyindan bugun darsni kesib 2-chi kuni Chenchuan so'zildi. Men qatnashqanim o'ttir seviye ders. Bunga men shobaylar kiribdi, hisobda bularni lan qaytali ganjo. Alaqinaymiz pek malaq nisbatan tushunamagan ish bor-da. Mayada siz bu bayatdan paranglashib qoldik. Sizlar men tushunolmayman deydi. Endi bizlar mayada o'zimiz mana paranglashib qilgandan keyin bizniki yana bir sherik bilan qilsak, sizlar tushunolmayman deydi. Tushundik, buni ham uqadigan narsalar ekan desak, unda sen uqadigan narsa bo'lsa nima o'rgangan keldi deydi. Endi biz yilda 2 qatim kelimiz, qanday o'zgarish qoidalari, yangi varfa deymiz, undan boshqa suanfa deymiz, hisoblash qoidasi qanday bo'ldi, bilgil keldi desak, siz Chenchuan ma'nosini ishlatamizlar deydi. Voy biz ishlatamiz, lekin faqat o'ynash usul o'xshamaydi desam, deb bu tikatda bizning ko'ribdik balam. Shuning o'xshash ko'pchilik. Har yilnisi her necha bir qatim o'zgarib turadi. Jiboni shunga qarg'ilach o'ynamalar, nurg'ulg'alar Jibojani buzib qo'ygan azini o'zlab. Shunami yo'qmi? Inkasrayni qaydalar bo'lib qolsa, inkasrayni qoldirib qo'ysalar bo'ldi. Endi bir kunlik darsimiz qoldi. Yana men qanday bilimlar bo'lsa, men sizlarga fenshan qilib qo'yman. Meni qo'shib olib, yurak berishni unutib qolmanglar.